Nimaga ko'p o'tirib ishlaydigan odamlarda bel sohasi og'rib qoladi? İnsanlarda og'riq boshlanishiga sabab bu tanamizning yuqori qismini o'tirganimizda yuqori qismdagi hammasini og'irligi bel sohasiga tushgani uchun bel umurtqasi orasida torayish paydo bo'ladi. Orqa miyadan chiqargan nervlarni ezgani hisobiga og'riqlar paydo bo'ladi. Shuning uchun og'riqlar paydo bo'lganda обязательно turib, har soatda qandaydir fizkulturalar qilish, yurish, oldinga, yonga, orqaga egilib, bel umurtqalarini harakat qildirish kerak. Bu ko'pincha bu kasb egalari, buxgalter, kassir, shofyorlar, ko'p o'tirib ishlaydigan tikuvchilar, boshqa sohalarda bu bel og'riqi kuchaysa, bu kasb kasalligiga aylanib qolishi mumkin. Shuning uchun agar og'riganda обязательно doimo nevropatolog shifokorga murojaat etib davolash kerak. Bo'lmasa bel og'riqlari ham surunkali aylanib, grija holatlari kuchayishi mumkin. Grija paydo bo'lishi mumkin. Agar bu grija paydo bo'lsa, bu beldagi og'riqlar oyoqqa, chot sohasiga, oyoqning oldi, orqa sohalariga ham uzatiladigan bo'lib qoladi va og'riqlar beldagi og'riq juda ham kuchli bo'ladi. Oyoqlarda uvushlar paydo bo'ladi. Shuning uchun vaqtida o'sha boshlangan bel og'riqi boshlanganda shifokor, asab kasalliklar shifokoriga murojaat etish kerak. Mana quyidagi mashqlarni sekin-sekin qilish kerak o'sha bel og'riqlari. Birinchi kun mana 2-3tasini qilish kerak. Har kuni bittadan rasmlarni qo'shib, birinchi kun boshlaganimizda 3 minutdan 6 minut qilsak, keyingi safar 4 minutdan 12 minutga buni qo'shamiz. Qo'shib borib, oxirida bir hafta ichida hamma mashqni kuniga ertalab, peshinda, kechqurun bajarsak, bel sohasida og'riqlar kamayib, grija holatini oldini olgan bo'lamiz.